qanotida dildor navo kelgan kuning. Kuldi bahorimsiz savollardan sabo kelgan kuning. Gulsho'x sabo qanotida dildor navo kelgan kuning. Dildor navo bilan bahor og'ushiga olmush mani. Dildor navo ohangida sizdan sado kelgan kuning. Dildor navo bilan bahor og'ushiga olmush mani. Dildor navo ohangida sizdan sado kelgan kuning. Şirin sadangiz hasali. Olam munavvardir mana dilga davo kelgan kuning. Go'yo gado kutgan edi shirin sadangiz hasali. Olam munavvardir mana dilga davo kelgan kuning. Boshimga toj aylay Habib nozik ado kelgan kuning. Ahdga vafosi hurmati mehri ziyosi hurmati. Boshimga toj aylay Habib nozik ado kelgan kuning. Kuldi bahorimsiz tomonlardan sabo kelgan kuning. Gulsho'x sabo qanotida dildor navo kelgan kuning. Dildor navo kelgan kuning. Dildor navo kelgan kuning. Sangzor xalq ansambli. Marhamat. Raqsida esa Zayniddin Sodiqov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bayramlar bilan. Bayramlaringiz bilan. Marhamat. Mehmonlarimiz. Marhamat. Marhamat. Borishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Agar ko'rgan bo'lsangiz, mana tayyor klip jarayonlarini Tayyor ko'ryapmiz. klip. Gullar orasidan chiqib kelishlar. O'xshadimi? O'xshadi. Xush kelibsizlar. Klip jarayonlarida Dilshod Avvalambor, assalomu alaykum. Yo'q demaysiz. Sangzor xalq ansambli kirib kelish bilan yana studiyamizga bir qandaydir bahor nafasi ham qo'shilib kirib kelgandek bo'ldi. Albatta. Ko'rib turganimizdan xursandmiz. O'zi bahor elchisi sifatida o'zi tabiatda boy chechak qabul qilinadi, insonlar nazdida qaldirg'ochlar tasavvur qilinadi va albatta san'at ixlosmandlari nazdida esa Sangzor ansamblini tasavvur qilsak bo'ladi. Xush ko'rdik Farhod aka, Vaqt aka, Yusuf aka. O'sha yuqorida aytib o'tganimizdek Jizzaxni tadbirlari, Mustaqillik bayrami, Navro'z bayramlari aynan ularning ishtirokisiz nishonlanganini eslolmayman. Xo'p, Sangzor xalq ansambli Sangzor xalq ansambli adashmasam 10 yildan oshiq faoliyat yurityapti, to'g'rimi? O'zi kimning tashabbusi bilan tashkil etilgan bu ansambl, kim o'zi tamal toshini qo'ygan va albatta undagi ijrochilarni kim saralab olgan yoki balki o'zingizlarni bir-biringizni qanaqa topgansiz?
Endi bu narsani albatta har bir narsani yaralishida kimnidir bir turtkisi, anaqasi bo'ladi, hissasi bo'ladi. Solih Sulaymonov ustozimiz bor. Shu madaniyat bo'limida birga ishlardik. Hozir u kishi endi nafaqada. Fayzullayev Said Bahram aka ustoz. Ana shu Davron aka Mamadiyev, ana shu insonlarni nima deydi, yo'nalish bergan, mana shunaqa qilsalaring bunaqa bo'ladi. Endi bitta kishi ijod qilgandan ko'ra 2-3 kishidan chiqqan fikr yaxshi bo'ladi, yaxshi ijod qilasizlar deb shunaqa bo'lib 2010-2011-yilda shunaqa birga kuylab boshlaganmiz, ijod qilib boshlaganmiz. Endi hozirgacha ijod kelyapmiz. Demak 14 yil bo'libdi, pashti 14, deyarli 14 yil. Deyarli 15 yil. Bu yerda masalan Sangzor ansamblida endi bilasiz Dildoraxon hattoki 2 kishilik guruhlar ham ba'zida bir-biri bilan kelishmay qoladi-da. Ba'zida endi bilasiz ijod qozoni bo'lgandan keyin kimdir u tomonni yoqlasa, kimdir bu tomonni yoqlaydi. Shunaqangi holatlar ham endi vaqtdagi Yusuf aka bo'ladimi jamoada bir tortishuv, muzokara, bo'ldi men guruhni tark etishim kerak deb chiqib ketgan holatlar ham bo'lganmi yo? Kimda bo'lgan aynan? Bundaqa holat aynan bizda hali uchragan yo'q. Ilohim bo'lmasin. Mana tashkil topganimizga, shu Sangzor guruhini tashkil topganiga qariyb 14 yil oshiq bo'ldi. Farhod aka aytganlaridek, biza mana shu san'at sohasida yoshligimizdan birimiz sanardik. Farhod akamiz, ustozimiz, akamiz bo'ladi. 2005-yili madaniyat faoliyatiga ishga kelganmiz hammamiz. Yakka tartibda qo'shiq kuylardik. Ijod qilardik. Ustozimiz Solih aka Sulaymonov bir fikr bildiraman dedilar. 5-6 yil o'zim ijod qilgandan keyin endi mana shu har bitta o'zingizlarning qo'shiqlaringizni shu jamlab turib, shu uchalaringni aytsalaring. Bir fikr bor. Shu birinchi bir qo'shig'imiz bo'lardi. O'sha Shahlo Ahrolar so'zi bilan ayollarga degan qo'shig'ini birga ustozimiz aytishimizni maslahat berdi. Shuni aytgandan keyin yaxshi, muvaffaqiyatli chiqqandan keyin endi mana uchalaring birlaringga mossizlar. Birgalikda ijod qilinglar deb. Katta mana Farhod akalaring nima desa hop deysizlar. Yosh tengdoshmas lekin. Farhod akamiz bilan farqimiz bor. Farhod aka shu yosh boras yo ayni mana shu aka ukachilik deylik, ijodiy do'stlik deylik aytaylik. Ayni shu vaziyatlarda ham aytaylik o'ziga xos kelishmovchiliklar yoki o'sha tavsiyalar yoki qattiqqo'lliklar bo'ladimi? Endi baribir guruhda aka sifatidasiz. Shuning uchun ham endi baribir qo'llab-quvvatlash jihatdan ham oilaviy muammolar bo'lgan vaziyatda ham baribir sizdan ustoz sifatida, ham partnyor sifatida tavsiya olishga harakat qilishadi. Baribir yoshingiz ulug' bo'lgandan keyin ustoz maqomi sizda ekanda. Shuning uchun birinchi boshladida. Shunaqa bo'ladi, lekin baribir nima deydi? Bitta narsani taklif aytsam, keyin bulardan ham fikr eshitamiz. Misol uchun men aytmoqchi bo'lsam. Bir-birimizga asosan bizda mana shu qo'shiq yaranishida bo'ladi. Ijodiy tortishuvlar. Ijodiy tortishuvlar bo'ladi. Boshqa paytda bunaqa tortishuvlar. O'zi guruhda yangi bir qo'shiqni taqdim etmoqchi bo'lsanglar, mana bugun viloyatimizda Navruz bayrami, to'g'rimi? Masalan, o'sha bayramga tayyorgarlik jarayonlari endi sizlarda kamida mana bu yerda bir oy avval boshlanadi. To'g'ri. Ya'ni o'sha repetitsiya jarayonlari, tayyorgarlik jarayonlari. O'sha qo'shiqlarni demak o'sha kelishilgan holda kim tavsiya beradi? Uchalingiz ham birdaniga masalan bitta qo'shiq emas, balki boshqa bir qo'shiqlarni aytganlaringizni qanday yo'l tutasizlar? Aynan bayramga mos ravishda. Endi bilamiz, misol uchun Navruz bayramiga endi o'ziga yarasha bir yo'nalishdagi qo'shiq taqdim etiladi. 8-mart deyishimiz mumkin. Chunki yurtimizda bayramlar ko'p. Aynan yangi yil bayramlariga. Oxirgi nuqtani kim qo'yadi qo'shiqlar borasida? Endi to'g'risini aytish kerak, qo'shiq tanlash borasida bizda eng tashabbuskor Vohidjon. Biz ustozimiz bor, Odil aka Orinov, Filarmoniya davlat muassasasining rahbarlari, ustozimiz bo'ladi. Shu insonga bir qo'shiqni oladilar, Vohidjon birinchi o'rinda borib, ustoz mana shu bo'ladimi? Qanday aytsa bo'ladi? Ustozimiz ham fikrini bilib, tashabbus bilan Vohidjon chiqadi. Ijod borasida keyin qo'limizdan kelgancha o'sha she'r yozmaymiz, lekin musiqani tanlashda ko'proq Farhod akamda biza birgalikda qilamiz. Hammani o'zining missiyasi bor ekan. Hammani o'zining missiyasi bor. Lekin ishimizda shu tashabbuskorroq mana shu Vohidjon, keyin biza birgalikda
she'r tanlashda ham, musiqa tanlashda ham o'sha bir-birimizga hamohang. Bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Bundan qariyb aniq yerini bilmayman. Tadbirda turibmiz. Uchalamiz bir joyga turganimizda Zayniddinjonning o'zini so'zlarini eslatmoqchiman. Shu Vohidjonga kelib bir gap aytganlarda, aka ko'p yillar bilan birga ijod qilasizlar. Har kuni birgasizlar. O'shalarni shu faqat gaplashib turasizlar. Shu bir-birlaringizdan zerikib ketmaysizlarmi? Gaplaring tugamaydi. Nimaga gaplashasizlar deb ko'p odamlar bir xillari bor. Yarim soatdan keyin gaplar tugab qoladi endi. Choyxonaga borilsa Menimcha ham birga bayramlarda menimcha uchrashsalaringiz kerak, to'g'rimi? Biz ishimiz bir joyda. Ishimiz bir joyda. O'zi hayotda ham Yusuf aka, hayotda ulfatlar bir oyda masalan endi nima deydi? Simvolichskiy deydi. Bir oyda bir marta uchrashib turishadi. Raqamlarga. Gashdagi sifatida uchrashib turishadi. O'sha ham uzoq bilan 2 soat davom etadi. 2 soatdan keyin o'sha mana yig'ilgan gaplar ham tugab bo'lar ekan. Lekin bu jamoani deyarli har kuni ko'rishadi. Har kuni ko'rishsa kerak bo'lsa orqasini taqillataman-da, bu yoqqa qaranglar, siz qarasa o'shanda ham gap tugab keyin bu yoqqa qarashadi. Qoyil qolaman deganman masalan. Har kuni birgasizlar, hech gaplaring tugamas ekan, hech ma'lum tugamas ekan. Arnasoy tumaniga, shu viloyatimiz Arnasoy tumaniga Navro'z bayramiga qatnashib keldik. Bu yerda mana ajoyib san'atkor xalqimiz ana Iroda Xo'janova bir yaxshi tilak, istak bildirdi-da bizlarga. Juda topishgansizlar, haligi xarakterlaringiz juda mos kelgan. O'shaning uchun mana birgalikda ancha yillardan beri ijod qilib kelyapsizlar. Juda bir iliq so'zlar bilan bizlarga. Xo'p, endi birozgina sal meni savolim, navbatdagi savolim qaltisroq savol. Endi qaltisroq deb kimni ehtiyot bo'lib javob berasiz. Iste'dodi, masalan, iste'dod nuqtai nazaridan kim mana shu yerda kuchliroq oranglarda 3 ta insondan san'ati, masalan, ijro mahorati, ovoz yuqoriligi, o'sha chiqishi, ovoz tembri deymizmi, misol uchun kim tan olish kerak lekin kim oranglarda eng kuchliroq hisoblanadi? Menimcha bu qiyin savol. Bu menimcha buni muxlislar qiziq savolda, o'shaning uchun bilish kerak tomoshabinlar. Uchamiz ham bir xilmiz deb o'ylayman Zaynjon. Hech aytib ko'rmaganmisiz? Yo'q, bizlar Endi uchalamizni ham o'zimizga xos yo'nalishimiz bor va o'sha pardalarimiz ham kerak joyda ishlatiladi. Ya'ni hamma o'z joyini to'ldirib ketadi. Xuddi Qayerda shunaqa. kamchilik bo'lsa, Hammaning o'zini o'rni borda. Masalan, bitta qo'shiqda bor. kimdir yuqori avjini aytsa, kimdir pastdan aytadi. Shunaqa 3 ta ovoz ketadi-ku bizda. Shu o'zini o'rnini qo'yib, joylashtirib, boya studiyada ham studiyaga borsak ham Dilshod degan Dilshod Erkinov, bu filarmoniyada bir studiyachi ukamiz bor. U sizlar kelsalaring mazza qilamiz deb kulishib yozamizda. O'sha xuddi shunga o'xshab har kimning ovozi o'zini joyini topadi-da. Agar joyini topmasa, o'zi bilinib qoladi shu narsa. Keyin mana uni bunday qilish kerak ekan yoki bo'lmasa Yusufjon aytadi, Farhod aka mana bu joyini siz bu yoqdan aytishingiz kerak ekan, pastroqdan. Ana shu tushar ekan deb shu joyini topadi demoqchiman. 14-15 yil ichida kiprik qoqishi o'sha so'zlaringni, nafaslaringdan o'zi bir-birlarini his qilishga. Men Zayniddinning bitta so'ziga men yaqinroq qilaman, bilib olasizlar. Bizni Sangzor xalq ansamblining nomi trio. Trio degani qo'shiqda 3 ovozlik degani, 3 ovozlik. Shu ovozligida uchovimizda ham o'zimizga yarasha joylarimiz bor-da. Lekin bitta narsani to'g'ri aytish kerak. Balandroq joyga kelganda, "Vohijon, siz nafasingiz yetadi, ovoringizni yuboramizda." Ana shu joyi. Ana shu joyida o'zini keyin mana bas ovoz kerak bo'ladi o'rtada. Unison, tersa paytlar kerak bo'ladi. O'zimizni aytadigan joylarimiz bor. Bu siymasa xalqimizga xizmat qilaveraylik. Endi shu o'rinda sizlarga bir ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchiman. Yaqinda tez orada Jizzax teleradio kanali davlat muassasasi tizimida bir jonli ijro maydoni tashkil etilyapti. Jonli aychu, jonli battle degan ko'rsatuv. O'shanda agar mabodo hali dasturimiz o'sha kelajakda sizlarni ham balki qanaqadir aychuga taklif qilib, balki sangzorchilarni o'zaro battle qildirib ham sizlar ko'rishimiz. Hozir endi tortilishyapti-da. Yo, o'zlari yaxshi aytishadi, bir-birlarini endi maqtab qo'yishyapti. Lekin o'shanda xalq baho beradi. Men bir kun chaqiraman. Mana Xudo xolasa. Tomoshalar ko'rib turishdi. Nasib. Yana bir savol bor edi. Aynan mana biz bilamiz, shu konsert, tomosha vaqtlarida juda ham bir katta mas'uliyat bo'ladi. Har bir o'sha ijodkorda, ya'ni chiqishdan oldin bir kun yuqorida aytib o'tganimizdek, balki kerak bo'lsa 1 oy avval repetitsiya jarayonlari boshlanadi. Misol uchun mana oranglarda sizlar 3 tasizlar. Kimdir betob bo'lib qolsa yoki qandaydir sabablarga ko'ra kela olmay qolsa tadbirga,
qanday yo'l tutasizlar? Chunki biz mana ko'p ko'ramiz, o'sha duet tarzida kuylangan qo'shiqlarni ham ikkinchisi yo'q bo'lsa-da, lekin taqdim etyapti-da. Issiqjon deyishadi. Endi hammani hayotda shunaqa holatlar bo'lganmi sizlarda? bo'ladi, bo'lgan. Bunaqa narsalar bo'ladi. Baribir issiqjon. Misol uchun kimnidir mazasi bo'lmay kelolmay qolsa, ikki kishilashib amallagan joylarimiz bo'lgan. Ha, demak, uchinchilaringizni o'sha kelmay qolgan so'zlarini sizlar o'rnini bosib amallashtirgan joylar paytlarimiz ham bo'lgan. Menimcha vaqt ham kelmay qolsa qiyin bo'lsa kerak, to'g'rimi? Mana pardaga chiqishda, yuqoriga chiqishda. Hop, endi yurtdoshlarimizdan ham bitta kichkina iltimos kelyapti. Shu Sangzor ansambli jamoasi, trio jamoasi ozgina nimadir xirgoyi qilib berishsin. Jonli ijro. Birgalikda. Kimdir boshlasa, kimdir davom ettirsa ham bo'ladi. Qaysi qo'shiqda aytamiz bo'lmasam? Jizzaximiz madhiya qiluvchi Mana qo'shiq o'sha aytamiz. o'sha fikrlar bitta joydan chiqishi Demak, mana qaysi hozir qo'shiqlar ekanlar? jarayondan bilsak bo'ladi. Marhamat, eshitamiz. Boshini parol ekan. Birga boshlayveramiz. Baland tog'lar. 1 2 3. Baland tog'lar ko'kka urar, jayron chopib o'ynab yurar. Baland tog'lar ko'kka urar, jayron chopib o'ynab yurar. Men Jizzaxni o'ylaganda tushlarimga daryo kirar. Men Jizzaxni o'ylaganda tushlarimga daryo kirar. Yalallalalla, hey yalallalalla, jon hey yalallalalla, hey yalallalalla, jon hey. Xalqona qo'shiq. Endi xalqona o'sha bilasizmi, folklor yo'nalishiga juda ham yaqin o'z ijodlari, yo'nalishlari. Salomat bo'ling. Endi Zaynidin aka yana bitta savol bersam maylimi? Boya aytib o'tilgandek, repertuarda bugungi kunda aynan shu bayramlarga mos bo'lgan qo'shiqlar soni juda ham ko'p. Asosan qaysi shoirlar bilan, qaysi kompozitorlar bilan ishlashga harakat qilasiz yoki bu ham bu jarayonda ham hammani o'zini o'rni bormi? Ya'ni o'zingizdan chiqadimi hammasi? Ko'pincha mana shu shoirlar, o'zimiz mahalliy shoirlar, ko'p qo'shiqlarimiz Shahlo Ahrorovani o'zimiz shoira opamiz, o'sha opamizni she'rlaridan foydalanganmiz va Alloh rahmat qilsin, Habiba Qurmovoyeva bo'lardilar. O'sha opamiz ham she'rlaridan foydalanganmiz. Hozirgi aytgan mana Yalollo qo'shig'imiz ham mana shu Sadulla Hakim qalamlariga mansub. Shu kishini Vohamiz ijodkorlari. Ustozning musiqasi Said Bahram aka. Men Fayzulla aytib o'tdimku, o'sha kishi bizga mana shu qo'shiqni o'sha payti, endi hozir u kishi o'sha G'allaorol tumanida madaniyat bo'limida ishlayapti. Ana shu inson shu qo'shiqni bizga uchovlaring aytsalaring bo'ladi deb bizga berganda aytib chiqqanmiz. Haqiqatan ham ustozlarning bergan narsalari hech qachon yomon bo'lmagan. Mana endi umri uzoqroq bo'ladi-da qo'shiqlarni ko'rsatib, sizga o'sha qo'shiqlar tanlab berishda ham yordam berishadi ustozlar. Yaxshi. Hop, mana shu kunlarda endi Navro'z butun O'zbekiston, qolaversa butun Jizzaximiz bo'ylab, mana tumanlarda Navro'z bayramlari bo'lyapti. Sangzor triosi bu bayramlarda ishtiroki qanday bo'lyapti? Bayram taassurotlari qanday? Jizzaxda yagona, boshqa trio yo'q, agar adashmayotgan bo'lsam, yo bormi? Yo'q, boshqa trio yo'q. Raqobatdosh uchlik bo'lishi mumkin, lekin nomlangan ancha yildan faoliyat yurib keladiganini hali eshitmadik. Biz ham eshitganmiz yo'q. Sangzor xalq ansambli hozircha Sangzor deb qo'ygan, endi qo'yishda mana shu ustozlarni takliflari bilan o'zimizda mana Sangzor daryosi bor-ku. Ana shu Sangzor daryosidan kelib chiqib qo'yilganda bu narsa. Xuddi shunga o'xshab nima deydi? Ustozlarimizni baribir aytgan gaplari, qilgan ishlari umri uzoq bo'lar ekan demoqchi edim. To'ppa-to'g'ri. Endi boyagi Navro'z bayramida nima, qanaqa yuribsizlar degan savolingizga Arnasoy tumanida birga bo'ldik-ku. Siz o'sha boya Arnasoy tumanida ko'rishdik-ku. 3 kishi hangama qilasizlar, gaplashasizlar, hech ajralib ketmaysizlar deb. Keyin Zaynidjonga aytdim. Ko'zingiz tegib qolib, agar ajralib ketmasak, haligacha hozirchalik yaxshimiz deb qo'ydim, hazillashib. Bugun ham o'sha viloyat tadbirida birgalikda ayni mana shu bayramda chiqish qilishga tayyorgarlik ko'rgansiz. Bu qanaqa qaysi qo'shiq tayyorlab qo'yilgan? Bugungi bayramga bu yil bitta yangi qo'shiq qildik. Mana shu Yusufjonning ideyasi bilan, ideya deganda g'oya tushchasiga. Yusuf akamiz g'oyasi bilan. Yana bir narsani
bu qo'shiq haqida endi men Yusufjon bir ta'rif bersin demoqchiman. Mayli, o'zlariga navbat beramiz. Bu Navro'z hozir mana hamma joyda yurtimizda Navro'z, hammani tabriklaymiz yurtdoshlarimizni. 18-kuni Zomin tumaniga borib keldik. Juda ham yaxshi, taassurotlar yaxshi. Chunki taniqli san'atkorlarni uchratasiz. Zomin tumaniga fikr almashasiz. Yulduzlardan o'sha Bahromjon Nazarov kelganlar. Bojalar guruhi Jahongir Polijonov bilan uchrashdik. Bizning qo'shig'imiz o'sha Xush kelding Navro'z deb nomlanadi. Musiqasi o'zimizniki, Bahor Qudrat hammamizniki birga qildik. So'zini hozir bitta narsani aytmoqchi edim. So'zi Sarorbek Muxtorov degan yigitniki. Internetdan oldim bu so'zni, juda ham ajoyib so'z ekan. U yigitni topolmadik. Silkalari bor ekan, ruxsat so'rashga. Silkalari yo'q ekan, lekin juda ham harakat qildik. Agar hozir eshitib turgan bo'lsalar, bir bizni topib, yo o'zimiz topib, biz xursand bo'ldik. Sarvar aka Muxtorov. Sarvarbek Muxtorov degan yurtdoshimiz mabodo she'r yozadigan yurtdoshimiz bizni tomosha qilayotgan bo'lsalar, sizni gonoraringiz tokchada turibdi. Olib qo'yishdi mana gonoraringizni. Mana hozir fursat bo'ldi, aytdik, mana shu o'sha yaralishida. Juda ham yaxshi. Keling unda bugun ham ayni mana shu bahoriy kayfiyatni tarannum etuvchi qo'shiqni birgalikda eshitsak, chunki o'zi bayram tadbirlari allaqachon boshlab yuborilgan. Sangzor guruhini ham vaqtlarini olmaymiz. Hozir ushbu qo'shiqni ham tinglaymiz. Shu yerda o'zida tomoshabinlarimiz ham, tinglovchilarimiz ham baho berishadi. Bugun katta sahnada ham aynan Sangzor guruhi o'zlarini chiqishlari bilan elimizni xushnud qilishadi, to'g'rimi? Marhamat. Marhamat. Taklif etib qolamiz. Yusuf aka, agar ilojim bo'lsa petlichkani sekingina olib olamiz. Va bugun haqiqatdan ham dasturimiz davomida va'da berishimiz mumkinki, qadrli do'stlar, o'ziga xos bahoriy kayfiyatni tarannum etuvchi sahifalar, taqdimot, ajoyib suhbatlar, qo'shiqlar hammasi siz uchun taqdim etiladi. Bahor nafasi, Navro'z ayyomi barchaga muborak bo'lsin. Biz esa hozir Sangzor guruhidan ajoyib qo'shiqni birgalikda tinglaymiz. Marhamat. Basmal yopib yillarga, adir dala qirlarga, bahor keldi yurtdoshlar. Gullar olib qo'llarga, o'ynab kuling yoronlar. O'ynab kuling yoronlar. Quyosh separ nurlarin, yerga sarin nurlarin. Elimda bayram bugun, erkalatib hurlarin. Navro'z keldi azizlar, bahor keldi yurtdoshlar. Navro'z keldi azizlar. Tinchlikni ko'rib, anhorlar oqmoqda suvlarga to'lib, shukronalik aytdim tinchlikni ko'rib. Mustaqillik diyorga bezaklar bo'lib, xush kelding bahor, xush ko'rdik Navro'z. Mustaqillik diyorga bezaklar bo'lib, xush kelding bahor, xush ko'rdik Navro'z. Axir tilak bilan kamaymaydi so'z. Navro'zda ulashingiz tilaklar. Axir tilak bilan kamaymaydi so'z. Bahor gullaridek yashnab yuraklar. Xush kelding bahor, xush ko'rdik Navro'z. Bahor gullaridek yashnab yuraklar. Xush kelding bahor, xush ko'rdik Navro'z. Xush kelding bahor, xush ko'rdik Navro'z. Xush kelding bahor, xush ko'rdik Navro'z. Salomat bo'lasiz. Tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Bayram tadbirlarida ham albatta ishtirok etishga harakat qilamiz. O'sha yerda o'zida birgalikda shu qo'shiqni kuylab, raqsga tushib, yana ham o'sha kayfiyatimizni ko'taramiz. Tashrif uchun rahmat. Nasib bo'lsa, bayram tadbirlarida yana ko'rishamiz degan umiddamiz.